korkunç bir kadın cinayeti işlendi İstanbul Şişli'de. Şişli'deki çöp konteynerinde cesedi parçalara ayrılmış bir kadın bulunmuştu. Kimliği belirlendi. 37 yaşındaki Özbek uyruklu Dürdane Hakimova. Tüyler ürpertici bir cinayetten bahsediyoruz. İstanbulda O'zbekistonlik muhojir Durdona Hakimovaning vahshiyona o'ldirilishi nafaqat bir inson fojiasi, balki migrant ayollarning chet davlatlarda qanday xavf ostida yashab ishlayotganliklariga ayanchli bir misol bo'ldi. Bu fojiada e'tiborni tortadigan jihat shundaki, qurbon ham, qotil ham muhojirlar. Ammo bu holat zo'ravonlik muammosi millat bilan emas, tizimli muammolar bilan bog'liqligini ko'rsatadi. Durdona Hakimova fojiasi. Migrant ayollar nega eng himoyasiz qatlamga aylanmoqda? Avvalo, butun Turkiyani larzaga keltirgan jinoyat Durdona Hakimova bilan bog'liq dahshatli qotillik tafsilotlariga to'xtalsak. 25-yanvar kuni erta tongdan ijtimoiy tarmoqlarda Istanbuldagi chiqindi qutilaridan ayol kishining boshsiz tanasi topilgani haqidagi xabarlar tarqaldi. Xabarlarga ko'ra, turkiyalik Okan Chetinboshlar 24-yanvar kuni kech soat 19lar atrofida Shishli tumani Quyilibog' ko'chasidagi chiqindi konteyneridan qog'oz to'playotgan bo'lgan. Chiqindilar orasidan choyshabga o'ralgan boshsiz jasad chiqqan. Issiqlikni his qilganimda ichida jasad bormikan deb xayolimdan o'tdi. Agar hayvon bo'lsa ko'tarib olaman deb o'yladim. Lekin ko'tara olmaganim uchun bu jasad ekanini tushunib, darhol politsiya bo'limiga bordim. Bo'laklangan tana ayol kishiga tegishli edi. Politsiya ayol tanasining qolgan bo'laklarini qo'shni ko'chadagi chiqindi konteyneridan topdi. Marhumaning barmoq izlariga ko'ra shaxsi aniqlandi. U 36 yoshli O'zbekiston fuqarosi Durdona Hakimova bo'lib chiqdi. Politsiyaning voqea joyida olib borgan tekshiruvlari yakunlangach, jasad sud-tibbiy ekspertiza muassasasi morgiga olib ketildi. Kamera yozuvlari, olingan guvohlarning bayonotlari o'rganildi. Tariq ismli guvoh taxminan soat 19larda onasini ziyorat qilish uchun hodisa sodir bo'lgan ko'chaga kelganida mazkur chiqindi konteyneri oldida 2 nafar soqolli erkak chamadan bilan turganini ko'rganini aytdi. Kuzatuv kameralari orqali voqea joyi yaqinidagi chiqindi konteyneriga qora kiyimli va soqolli 2 nafar shaxs och rangli chamadan bilan kelgani, keyin esa chemadan bilan ko'chadan piyoda yurib chiqib ketishgani, Bozkurt ko'chasida chemadonni qoldirib ketishgani aniqlandi. Turkiya Ichki ishlar boshqarmasi va xavfsizlik xizmatlari 8 soat ichida qotillikda gumon qilinayotgan shaxslarni topdi. Shubhalilar 25-yanvar tongi soat 4larda Istanbul aeroportida Gurjistonga qochishga urinayotgan paytida qo'lga olindi. Ularning O'zbekiston fuqarolari 31 yoshli Turdimurodov Dilshod Ahrol o'g'li, 29 yoshli Kamolxo'jayev G'ofirjon Akmalxon o'g'li ekanligi aniqlandi. Tergov davomida Dilshod Turdimurodov ismli gumonlanuvchi qotillikka iqror bo'ldi. U qo'shnilar guvohligidan farqli o'z qurboni bilan shu kuni tanishganini aytdi va ko'rsatmasida dahshatli qotillikni quyidagicha bayon qildi. Biz Durdona bilan voqea kuni tanishdik. Oramizda ko'ngil munosabati boshlandi. Keyin janjallashib qoldik. Jahl ustida uni pichoqlab o'ldirdim. Keyin esa do'stim G'ofirjon Kamolxo'jayev bilan birga jasadni Umraniyadagi uyda bo'laklarga ajratib chiqdik. Jasad bo'laklarini alohida paketlarga solib, chemadan ichiga joylashtirdik. Shundan so'ng taksida Shishli tumaniga keldik. Jasad va uning bo'laklarini turli chiqindi konteynerlarga tashlab ketdik. 25-yanvar kuni bu vahshiyona qotillikka aloqadorlikda ayblanib, Turkiya vatandoshi bo'lgan bir shaxs ham qo'lga olindi. Durdona Hakimova kim edi? Uni kim o'ldirdi va nega o'ldirdi? O'zbekistonlik ayolning vahshiyona o'ldirilishi fojiasini Turkiya ommaviy axborot vositalari keng yoritmoqda. Jinoyat atroflicha o'rganilmoqda, tahlillar qilinmoqda.
O'zbek kadının katil zanlıları Rasmiy nashrlarda chiqayotgan tafsilotlar deyarli bir xil, ammo shaxslarga oid ma'lumotlarda farqlar kuzatiladi. Berilgan xabarlarga ko'ra, Durdona Hakimova 4 yildan beri Istanbulda bo'lgan. Umraniya tumanida ovchilik anjomlari sotiladigan do'konda ishlagan. 2 nafar voyaga yetmagan farzandlari bo'lgan. Haberturk TV muxbirining surishtiruvlariga ko'ra, Durdona turkiyalik erkak bilan diniy nikohda bo'lgan. Dilshod bilan esa internetda tanishgan. Saboq nashriga ko'ra, turkiyalik Ekrem ismli shaxs Durdonaning do'sti bo'lgan. Aniqlanishicha, Durdona uydan chiqish chog'ida qo'shnisiga Ekremning uyiga ketayotganini aytgan, ammo u yerga bormagani ma'lum bo'lgan. Ayni paytda bu kishi jinoyatga aloqador sifatida qo'lga olingan 3-shaxsdir. Qotillikka iqror bo'lgan Dilshod Turdimurodov esa Istanbulga Durdona bilan tanishganidan keyin kelgani aytilmoqda. U qurilishda ishchi bo'lib ishlagani, qotillik sodir bo'lgan Umraniyadagi zamin qavatdagi xonadonni 10 kun oldin ijaraga olgani ma'lum qilindi. Qotillikda yordam berishda ayblanayotgan G'ofirjon Kamolxo'jayev esa Dilshodning do'sti Umraniyadagi uyda birga yashagani aytildi. Ko'plab turk nashrlari qo'shnilarning guvohliklari haqida ham yozishyapti. Xonadon ro'parasida yashovchi qo'shni o'zbekistonlik Behruz Toshbatov voqea kechasidan oldin janjal ovozlarini eshitganini aytadi. Uyda 2 nafar erkak va 1 nafar ayolni ko'rdim. Hammasi o'zbek edi. Ularni kechadan oldingi kun ham ko'rgandim. Kecha ertalab ayolning ovozini ham eshitgandim. Hammalari o'sha uyda edi. Shundan keyin boshqa ovoz eshitmadim. Iqtibos keltirdi Turkiya gazetasi nashri. Hurriyet nashri esa Behruz Toshmatovning ular ushbu uyga 1 hafta oldin ko'chib kelishgani, Durdonani avvalroq ko'chada, metroda ham ko'rganini yozdi. Toshmatovning o'g'li esa qotillik bo'lganini onamni polislar tarjimon sifatida chaqirishganida bildik degan. Boshqa qo'shnilar esa nashrga 2 kun oldin ham o'sha xonadonda janjal bo'lgani, hatto bino aholisidan ayrimlari pastga tushib nima bo'layotganini so'rashganini ham gapirib berishgan. Qo'shnilar politsiya chaqirmoqchi bo'lishgan, ammo eshikni ochgan erkak xotinim deb eshikni yopib olgan. Shu sababli hech qanday chora ko'rilmagan deb yozadi nashr. Qo'shnilarning guvohligi Dilshod Turdimurodovning Durdona Hakimova bilan qotillik sodir bo'lgan kuni tanishmaganini ko'rsatadi. Qotillik sababi esa munosabatdagi kelishmovchilik ekani bildirilgan. O'zbek ayolining vahshiyona o'ldirilishiga turkiyaliklar qanday munosabat bildirishmoqda? Bu bir hayat, bir insan, bir kadın. Kadının kim bilir hangi koşullarda canını almaya karar verdiler. Istanbuldagi bu dahshatli qotillik minglab insonlarning yuragini larzaga keltirdi, yuzlab ayollarni oyoqqa turg'azdi. Istanbul va Anqarada Durdona Hakimovaning vahshiyona o'ldirilishi ortidan ayollar qotilligiga qarshi namoyishlar o'tkazildi. Turkiya Ayollar jamiyati Federatsiyasi Ayollar jinoyatlarini to'xtatamiz platformasi a'zolari turli shiorlar bilan ko'chalarni to'ldirib, ayollar himoyasi uchun chiqishlar qilishdi. Ular 2025-yilning o'zida mamlakatdagi ayollar qotilligi mingga yaqin bo'lishi mumkinligi haqida bayonot berdilar. Namoyish qatnashchilari ayollar xavfsizligini ta'minlashni, zo'ravonlik bilan bog'liq jinoyatlarning oldini olish masalalariga e'tibor qaratishni talab qildi. Tasodifan bir joyga gul qo'ysak, albatta bir ayolning qabriga to'g'ri keladi deya bong urmoqda faollar. Shuningdek, Turkiyada muhojir ayollarga nisbatan zo'ravonlik holatlariga jiddiy e'tibor qaratishga chaqirishmoqda. Muhojir ayollar yolg'iz emas degan shiorlar bilan Turkiyadagi xorijlik ayollarga birdamliklarini ko'rsatishmoqda. Durdona Hakimova fojiasi yuzasidan Istanbul Advokatlar palatasi Ayollar huquqlari markazi bayonot berdi. Unda qayd etilishicha, migrant ayollar zo'ravonlikka qarshi himoyasiz holatga kelib qolmoqda. Himoyalovchi va oldini oluvchi siyosatlarning mavjud emasligi esa jinoyat sodir etuvchilarni ruhlantirmoqda. Durdona Hakimovaning qotilligi ham aynan shu sharoitlar ostida sodir etilgani alohida ta'kidlandi.
Huquqni himoya qiluvchi tashkilotlar ta'kidlaganidek, migrant ayollar zo'ravonlikka qarshi eng himoyasiz qatlam hisoblanadi. Durdona Hakimova ham aynan shu vaziyatda edi. Qo'shnilarning ko'rsatmalariga ko'ra, janjal alomatlari avval ham bo'lgan, ammo shaxsiy masala yoki oilaviy ish sifatida e'tiborsiz qolgan. Bu keys yana bir og'riqli nuqtani ochadi. Zo'ravonlik holatlariga jiddiy qaramaslik. Qo'shnilar politsiya chaqirmoqchi bo'lgan, ammo eshik xotinim degan so'z bilan yopilgan. Natija esa fojia bilan tugadi. Huquqshunoslar ta'kidlaganidek, zo'ravonlikka qarshi profilaktika ishlamagan joyda jinoyat uchun sharoit yaratiladi. Istanbul Advokatlar palatasi Ayollar huquqlari markazi ham aynan shuni urg'ulamoqda. Javobgarlik faqat jinoyatchining o'ziga emas, oldini olish tizimlarini ishlatmagan davlat institutlariga ham tegishli. Turkiyaga ishlashga kelgan ayolning o'z vatandoshi tomonidan pichoqlab o'ldirilgani, tanasining bo'laklarga bo'linib turli ko'chalardagi chiqindi qutilariga tashlangani O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida ham keng yoritilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari, faollar o'z munosabatlarini bildirishmoqda. Faqat vahshiyona qotillik emas, Durdona Hakimova qotilligi munosabati bilan Turkiyada o'tkazilgan namoyishlar ham tarmoq foydalanuvchilari orasida muhokama bo'lmoqda. O'zbek jamiyatining ma'lum qismi aksar hollarda ayollarga nisbatan zo'ravonlik yoki qotilliklarda qurbonning o'zini yoki shaxsini ayblaydi, jinoyatni oqlashga, himoya qilishga kirishadi. Bu kabi munosabatlarga qarshi fikr bildirilgan postlar ham oz bo'lsa-da bor. Jurnalist Dilfuza Komil o'zining Telegram kanalida qurbonni ayblash sindromi nimasi bilan xavfli nomli maqolasini e'lon qildi. Zo'ravonlikni oqlash tarzidagi bunday gaplar ommaga qurbon aybdor edi, jazosini oldi degan tushuncha beradi. Bu o'ta xavfli ijtimoiy holat. Ya'ni biron ayb, gunoh yoki xato qildingmi, tamom, sud ham shart emas, dalil ham shart emas, shubha bo'lsa yetarli. Hatto o'ldirilsang ham adolatdan bo'ladi degan tushunchadagi odamlarning ko'pligi jamiyat uchun jiddiy xavf deyiladi maqolada. Shuningdek, muallif mutaxassis sifatida bunday fikr egalarining ruhiy xastalikning qurbonni ayblash sindromi belgilariga yaqin degan fikrda. Bu odam qurbonga emas, jazoga tortilgan jinoyatchiga achinadi va bu holat endi psixologik emas, psixiatrik yordamni talab qiladi. Bunday fikrlar ayrimlarda, demak, ba'zi holatlarda odam o'ldirish mumkin va bu adolatdan bo'ladi degan tushunchani shakllantirib qo'yishi mumkin, shakllantirib qo'ya oladi. Shu sabab xavfli. O'zbekiston fuqarolarining Istanbuldagi qotilligi voqeasi Turkiyada yashab ishlayotgan o'zbekistonliklarni ko'proq boshqa tomondan tashvishlantiradi. Bu fojia Turkiyadagi o'zbekistonlik muhojirlarning faoliyatiga ta'sir ko'rsatadimi? Istanbuldagi vahshiylik ishtirokchilarining o'zbekistonlik muhojirlar ekanligi ayni paytda Turkiyada yashab ishlayotgan ko'plab o'zbekistonliklarni xavotirga qo'ydi. Buni ularning ijtimoiy tarmoqlarda yozib qoldirayotgan izohlarida ham ko'rish mumkin. Ba'zi bir musur o'zbeklarni deb shu Turkiyani yana vizali qilib qo'ymasa bo'ldi, deb yozadi anonim profil egasi. Asadullayeva Hadicha Bonu ismli akkaunt egasi esa aniq qiladi. Bu ketishda odamlarning rizqini qiyadi, xolos. Bunaqalar sal boshqalarni o'ylaganida nafsiga qul bo'lib, boshiga balo orttirmas edi degan fikrni bildirgan. Turkiya so'nggi yillarda noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashni kuchaytirgan. Olib borilayotgan reydlar natijasida 2025-yilning o'zida 152 mingdan ortiq noqonuniy yurgan xorijliklar aniqlangan. Turkiya Go'ch idorasi, ya'ni migratsiya boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston fuqarolari eng ko'p qonunbuzar davlatlar fuqarolari orasida Afg'oniston va Suriyadan keyin 3-o'rinda turibdi. Shunga qaramay, bu mamlakatda o'zbekistonliklar bilan bog'liq jinoyatlar manzarasida muhojirlarga nisbatan tazyiqlarning kuchayishi holatlari deyarli kuzatilmaydi. Bugungi fojiada qurbon ham, qotil ham O'zbekiston vatandoshlari. Turkiya huquqni muhofaza qilish idoralari bu jinoyat ishida millat yoki kelib chiqishga emas, qonun ustuvorligiga tayanilgan holda ish olib bormoqda.
Durdona Hakimova fojiasi migrant ayollarning eng himoyasiz qatlamga aylanayotganini ochib berdi. Bu ish migrant ayollar uchun himoya, profilaktika, ishonch mexanizmlari zaifligini fosh qildi. Ayolning shaxsi va millati emas, insoniy hayoti birinchi o'rinda turishi kerak. Muhojirlarni himoya qiluvchi, zo'ravonlikning oldini oluvchi tizimlar bugun har qachongidan ham zarur. Durdona Hakimova fojiasi bir inson taqdiri bilan cheklanib qolmasligi kerak. Agar bu keys tizimli xulosalar chiqarishga sabab bo'lmasa, u holda bunday fojialarning takrorlanish xavfi saqlanib qolaveradi.